Yangi O'zbekistonning kelajakka yuz tutgan qiyofasi endi yanada yorqin va betakror tus olmoqda. Poytaxtimizning sharqiy qismida bunyod etilayotgan hudud bugun nafaqat zamonaviy inshootlari, balki yuksak g'oyalar, mujassam bo'lgan orzular makoniga aylandi. Bu yerdagi Yangi O'zbekiston bog'i xalqimizning tarixiy xotirasi va ma'naviy qudratini yodga solsa, Olimpiya shaharchasi sport natijalarimizni dunyoga namoyish etadi. Toshkent Sharqiy aeroporti esa yurtimizni jahon bilan bog'lovchi mustahkam ko'prik bo'ladi. Mehmonxonalar va parklar zamon talabiga mos ravishda mehmon do'stligimiz, ochiqligimizni ifodalaydi. Universitetlar esa yangi avlod bilim maskani sifatida yoshlarga shu yerda qanot bag'ishlamoqda. Havuzning mega va unikal takrorlanmas loyihalari bilan Yangi O'zbekistonimizning tom ma'nodagi bunyodkorlik salohiyatni o'zida ifoda etib borayotgan mazkur hudud. Yodingizda bo'lsa, bundan sal muddat ilgari mazkur hududda joylashgan yirik mega loyiha Olimpiya shaharchasi qurib foydalanishga topshirilgan edi. Kuni kecha esa yana bir yirik loyiha Toshkent Sharqiy aeroporti foydalanishga topshirildi. Ayni paytda biz turgan mazkur hududdan bir necha chaqirim naryoqda esa yana bir ulkan loyiha Yangi Toshkent bunyod etilyapti. Bunday zamonaviy inshootlarni o'zaro bog'lab turuvchi, uyg'un bog'lab turuvchi zamonaviy infratuzilmalarga talab bor. Mana ana shunday infratuzilmalardan biri bo'lgan yangi yo'l o'tkazgich. Aytish kerak, mazkur inshoot hududning hayot tomirini tashkil etib, xavfsiz va ravon harakatlanish imkonini beradi. Va bugun Toshkentning ushbu qismida amalga oshirilayotgan bunday yirik loyihalar nafaqat poytaxtimiz, balki butun mamlakatimizning taraqqiyot ramzi sifatida o'z e'tirofini topyapti. Va tabiiyki, bu jarayonlarda aholining turmush tarzi, ularning hayot sifatini yanada oshirish maqsad qilingan. Toshkent shahridagi Yangi O'zbekiston ko'chasi va 4R12 magistral yo'li. So'nggi yillarda bu ikki yo'lda qatnov ortganligini barcha biladi. Bo'stonliq va Parkent tumanlariga borayotgan sayyohlar soni ham avvalgi yillarga nisbatan bir necha barobar ko'paydi. Hali yana oshadi. Shuningdek, bu kesishma Yangi Toshkent shahriga olib boradigan asosiy yo'l bo'ladi. Shu bois davlatimiz rahbarining bevosita ko'rsatmasi asosida bu kesishmada transport bog'lamasi bunyod etildi. Prezidentimiz bir necha bor mazkur hududda bo'lib, amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zdan kechirib, zarur ko'rsatma va topshiriqlar bergandi. Jadallik bilan olib borilgan qurilish jarayonlari yakuniga yetib, Yangi O'zbekiston ko'chasida yerosti avtomobil yo'li barpo etildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun mazkur hududda bo'lib, amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Ta'kidlanganidek, xalqaro va mahalliy yo'llar tarmog'ini rivojlantirish, transportlar harakatiga qulaylik yaratish va bu orqali aholini o'z manziliga qulay qatnashini ta'minlash bugungi kunning eng muhim masalasidir. Ayni maqsadlarga hamohang Yangi O'zbekiston ko'chasida uzunligi 468 metrni tashkil etuvchi yer osti avtomobil yo'li barpo etildi. Yo'lning kengligi 25 metrdan oshadi. Bu esa mashinalarning erkin, tirbandliklarsiz harakati uchun sharoit yaratadi. Soatiga 10 mingdan ziyod avtomobil o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi. Prezidentimiz aholiga qulaylik yaratish maqsadida boshqa hududlarda ham bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirish lozimligini ta'kidlab, mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda qurilishi rejalashtirilgan metro yo'lining Olimpiya shaharchasi yonidan o'tgan qismida tonnel va bekat ham qurildi. Qayd etilganidek, Toshkent metro liniyalarining kengaytirilishi poytaxt aholisi va mehmonlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Yangi stansiyalar esa barcha tumanlarni qamrab olib shahar markazi bilan qulay va tezkor aloqani ta'minlaydi. Bu nafaqat yo'l vaqtini qisqartiradi, balki avtomobil yo'llaridagi yuklamani ham kamaytiradi. Metropoliten esa infratuzilmaning rivojlanishida va aholining hayot sifatini oshirishda muhim omilga aylanadi.
Aytish joizki, yurtimizda amalga oshirilayotgan har bir loyihaning muhim maqsadlaridan biri sifatida ekologiyaga salbiy ta'sirlarning oldini olish masalasi alohida o'rin tutadi. Bu esa hudud atmosferasini imkon qadar toza saqlash, aholi salomatligiga salbiy ta'sirlarni kamayishiga erishish bilan tasniflanadi. Shu ma'noda Yangi O'zbekiston ko'chasida barpo etilgan yer osti avtomobil yo'li qurilishi mashinalarning vaqt sarfini 2 barobarga qisqartirib, kuniga 1 tonna yonilg'i iqtisod qilinishiga va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdori 2 tonnaga kamayishiga sabab bo'ladi. Davlatimiz rahbari amalga oshirilayotgan qurilish ishlarida zamonaviy standartlar asosida tashkil etilgan jihatlarga e'tibor qaratdi va bu kabi ravon yo'llar yurtimiz taraqqiyotiga shiddat bag'ishlashi, turizm rivoji va aholi manfaatlari bilan bog'liq ekanini ta'kidlab o'tdi. Bu tunnelimiz, ya'ni bu Olimpiya shaharchasini Yangi O'zbekiston bog'i bilan bog'langan hudud, avtotransport vositalari juda tirband bo'lgan hudud hisoblangan oldinda. Hozir mana bu yerda 500 metrga yaqin uzunlikdagi tunnel barpo etildi. Bu Yangi Toshkent yo'nalishiga ham ushbu tunnel xizmat qiladi. Buni bir paytda o'zida metro liniyasi ham ushbu Yangi Toshkent yo'nalishidagi 9 ta bekatdan iborat metro liniyasini ham Yangi O'zbekiston bekati bu yerda barpo etildi. Bu bekatda qolgan bekatlardan farqi shundaki, oldingi bekatda 100 metr atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu bekatimiz uzunligi 200 metrga yetadi. Ya'ni bu hududda mana Olimpiya shaharchasida juda katta xalqaro o'yinlar bo'ladi. Yangi O'zbekiston bog'ida mehmonlarimiz juda ko'p. Shu hisobdan qulay va arzon transport turi hisoblanadi metro. Birinchi bekatimiz ushbu Texnopark hududidan boshlanadi, ya'ni hozirgi Do'stlik va 9 ta bekatni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda mana hozirgi turgan joyimiz Yangi O'zbekiston, shu hududda bekat barpo etildi, ham ushbu avtomobillar harakati uchun tunnel barpo etilgan. 3 yil davomida ushbu 21 kilometr metro liniyasi qurib bitkaziladi. Metro liniyalari Singapur, Yevropa davlatlarida bir necha bor tadqiqotlar o'tkazgan holda ushbu takrorlanmas loyiha yechimi asosida barpo etilmoqda. Butun qurilish jarayoni jahon standartlariga to'liq mos keladi. Qarab turibmiz, bu yerda birinchi navbatda nafaqat avtomobillar uchun, balki piyodalar o'tishi uchun ham qulaylik yaratilibdi-da. Bunga ham alohida e'tibor qaratildi. To'g'ri aytasiz. Maydon mana ko'rib turganingizdek o'ziga xos landshaft bilan bezatilgan, yo'laklar bor, hech qanday to'siqlarsiz xiyobonda harakatlanishi mumkin va asosiy bitta urg'uni o'sha yo'lovchilarga berilgan, transport vositasini qatnov qismi yer ostiga olingan. Va mehmonlarga ham, yo'lovchilarga ham qulay, ham haydovchilarga ham qulay. Parkent tumaniga, Bo'stonliq tumaniga ham qatnovchilar xuddi shu yo'ldan o'tadi. To'g'ri aytasiz. Endi ularning masofasi ham qisqaradi. Mana ushbu tunnelimizni oladigan bo'lsak, oldin bu chorrahada 5000 avtomobil o'tkazish quvvatiga ega bo'lgan bu chorraha. Hozir bugungi kunda ushbu barpo etilgan tunneldan keyin 10,500 mashina soatiga chiqqan. Davlatimiz rahbari taqdimotimizdan keyin aniq topshiriqlar berdilar. Ushbu loyihani sifatiga, jahon andozalari bilan o'sha har bitta standartlariga mosligi va loyihani yana bir bor kerak bo'lsa o'sha mukammal o'rganib barpo etishga topshiriq berdilar. Va bu narsalarni albatta biz dasturi amal qilgan holda o'zimiz oldimizda ushbu ishlarni bajarib, etilgan muddatlarda bu ishlarni ado etamiz. Butun Yangi O'zbekiston ko'chasida amalga oshirilgan loyihalarda bo'lgani kabi, aynan mazkur yo'l o'tkazgich va tunnelni barpo etish jarayonlarida ham birinchi galdagi vazifa sifatida inson manfaatlarini ta'minlashga, fuqarolar uchun qulaylik yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu jarayonda esa jahon tajribalari va standartlariga asoslangan holda piyodalar o'tish yo'laklari va velosipedlar harakatlanishi uchun maxsus yo'lakchalar barpo etildi. Yangi O'zbekiston ko'chasidagi yangi yer osti yo'lining qurilishi mamlakatda transport sohasini zamonaviylashtirish va fuqarolarga qulay sharoit yaratishga qaratilgan izchil islohotlarning amaliy namunasidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shaxsan ushbu hududda bo'lib amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishishi bunday loyihalarga bo'lgan alohida e'tibordan dalolat beradi. Muhimi mazkur yo'lning foydalanishga topshirilishi inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan ezgu tamoyili amalda o'z ifodasini topayotganining yana bir isbotidir. Bu kabi loyihalar kelgusida ham keng ko'lamda davom ettirilishi, transport sohasidagi qulayliklar orqali aholi farovonligini oshirish maqsad qilingan.